Ulardan so'ng biz Maryamning o'g'li Isoni undan oldin nozil bo'lgan Tavrotni tasdiqlovchi qilib payg'ambarlarning izidan yubordik va biz unga Musoga hidoyat va nur bo'lgan Injilni, Tavrotda nozil bo'lgan Qur'onni tasdiqlovchi va taqvo qilguvchilar uchun hidoyat va eslatma bo'lgan Injilni berdik. Bas Injil egalari Alloh unda nozil qilgan narsalarga ko'ra hukm qilsinlar. Alloh nozil qilgan Qur'onga ko'ra hukm qilmaydiganlar esa o'sha fosiqlardir. U senga kitobni haq bilan nozil qildi va undan oldingi kitoblarni tasdiqlovchi kitobni nozil qildi va bundan oldin odamlarga yo'l ko'rsatuvchi Tavrot va Injilni nozil qildi. Albatta, Allohning oyatlarini yolg'onchi qilganlar uchun qattiq azob bor. Chunki Alloh qudratlidir, azob berishga qodirdir. Al-Imron 3:3. Ey kitob egalari, iymoningizda haddan oshmanglar va Alloh to'g'risida haqdan boshqa hech narsa aytmanglar. Masih Iso Maryamning o'g'li, faqat Allohning payg'ambari va Maryam orqali uning so'zini to'ldiruvchi va u tomonidan yaratilgan ruhdan boshqa narsa emas edi. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltiringlar va o'zlaringiz uchun Trinity'ni aytmanglar. Albatta, Alloh yolg'iz bir Allohdir. Allohga shukrlar bo'lsin, u o'g'ilga ega bo'lishdan yuksakdir. Osmonlarda va yer yuzida bo'lgan narsalarning hammasi unga xosdir va Alloh ishlarga vasiy bo'lib yetarli. An-Nisa 4:7. Albatta, biz senga ey payg'ambar, bu kitobni, Qur'onni haq bilan avvalgi kitoblarni tasdiqlovchi va ularning ustunligida hukm qiluvchi qilib nozil qildik. Bas ularning o'rtasida Alloh nozil qilgan Qur'onga ko'ra hukm qil va senga kelgan haqdan ko'ra ularning havaslariga ergashma. Sizlarning har biringiz uchun bir qonun va hayot yo'lini belgilab qo'ydik. Agar Alloh xohlasa, sizlarni bir ummat qilib qo'yar edi, lekin har biringizga bergan narsasi bilan sinab ko'rishi uchun. Bas yaxshilik qilishda bir-biringiz bilan raqobatlashinglar. Albatta, sizlar Allohga qaytursizlar. So'ngra u sizlarga o'zaro kelishmovchiliklaringiz to'g'risida xabar beradi. Al-Maida 5:4. Iso ochiq-oydin dalillar bilan kelganida, men sizlarga hikmat bilan keldim va sizlar kelishmovchilik qilgan narsalardan ba'zilarini tushuntirish uchun keldim, dedi. Allohdan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar. Az-Zukruf 4:3. Va o'sha paytda payg'ambarlarga, menga va payg'ambarimga iymon keltiringlar, degan payg'ambarlar, biz iymon keltirdik va musulmon bo'lishimizga guvohlik beramiz, dedilar. Boshqa so'zlar bilan aytganda, albatta, biz Nuhni va Ibrohimni yubordik va ularning avlodlariga payg'ambarlik va kitobni berdik. Ba'zilari hidoyat topgan, ko'pchiligi esa isyonkor bo'lgan. Al-Hadid 5:6. So'ngra ularning orqasidan payg'ambarlarimizni yubordik va Maryamning o'g'li Isoning orqasidan ergashdik va unga Injil berdik. Va biz uning izdoshlari qalblariga rahm-shafqat va rahm-shafqatni kiritdik. Ammo monastirlik faqat Allohning roziligini izlash uchun yaratilgan bo'lsa-da, ular unga bo'lishi kerak bo'lganidek bag'ishlanmagan edilar. Bas ulardan iymon keltirganlarni mukofotladik, ammo ularning ko'pchiligi isyonchilardir.